أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahhab Xallab degan kishining ilmi usul fiqhi degan mush risola ustida darsimizni davom qilgan bo'lib, adillatu shar'iyyaningki 9 dalili shar'u man qablana degan o'ziga to'xtab qolganmiz. Shu yana o'zidan darsimizni davomlashtirishimiz. Ustoz deydi: ad-dalilu tasi'u shar'u man qablana. 9 dalil. Ama usul fiqhi adillat shar'iyya vel ahkam. Şunu bas qiladi da, avval dalildan, orqadan uning hukmi. Undan keyin mujtahid masalan degandek. Ee, 9 dalil shar'u man qablana, bizden ilgaki İsa, Musa aleyhisselam ve başka peygamberlerinin şer'iyeti bizge şeriat bolamdı bulmamdı. Bununla bizdinki masalan bu yuqorqi masodir tashri'iyya yoki ahkamul masodir tashri'iyyaniki yuqorqi dalillar biz erishamagan topolmaganda eng oxirida biz mushuni qo'llanma qilsak, mushuni bir nima e, bir dalil qilsak bo'ladi bo'lmamdi degan mavzuda 9 dalil bizden ilgaki kishilarning shariati. إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم على ألسنة رسلهم، ونص على أنها مكتوبة علينا كما كانت مكتوبة عليهم، فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه بتقرير شرعنا لها، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله العظيم. Kaçan Kur'an-ı Kerim yoki sunnat sahiha shar'iy hukmlardan bo'lgan bir hukmni so'zlab bersa, o şer'i o ahkamlarni Allah subhanahu wa ta'ala bizden ilgaki ümmetlere şeriat kıpırıp diken. Muşnun uzunu Kur'an-ı Kerim ya sünnet sahiha sözlep bäse özlerinin peygamberlerinin tili üstüde. Ve nes keldigen bolsa neme dep bu ahkam-ı şer'iyye bizgimi yezilgan, bizgimi farz kılıngan degenge nes kelse aşılağa farz bo'lgan o'xshash bizgimi farz maktub bor ekan, maf'ul bor degandek. Aşılağa farz bo'lgandek bizgimi farz deganga nas kelsa, u ahkam-ı shar'iyyaniki ilgakilar ahkam-ı shar'iylarning bizga shariat bo'lishida gap yo'q. Va uning uchun o shar'iga egishish vojib bo'lgan qonun ekanligida gap yo'q. Mesela bizim şeriatimizdeki o ahkam-ı şer'iyyani ilgakilarninki ilgaki ümmetlerinin o ahkam-ı şer'iyyini çoğu bizim şeriatimizdeki takrir kılınğandek çok bekkendek. Handak Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü ki: "Ey mümin Müslümanlar, sizlarga Ramazonning ro'zasi farz qilindi. Qandaqki farz qilinganda sizlarning ilgaki ummatlarga farz qilingandek sizlarga farz qilindi" degan oyat karima o'xshash. Mana bunda oyat karima qanday qildi Qur'oni Karim bu ahkam shar'iyyani bayon qilib berdi. Bularga ro'zaning farz ekanligini
Şer'i Allah subhanahu wa ta'ala bayan şeriat kıldı bunu. Mandaq ahval aslında bunun bizgimi şer'i ikenligide hiç qanday xilap yok. Bizgimi şer'i bu deydi. وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه الأحكام وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا أو لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصرا حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنا قشان قرآن الكريم يا سنة صحيحة mush hükümlerden bir de mush hükümlerden boğan bir hükümni bayan qıp bäse. Ve şer'i delil mu? Bu bayan qıptı şer'i delil o hükümninki mensuh ekenligi bir delil meydan kepti. Ve o hükümni bizden kötürüvatqanlıqqa, bizden marpo, bizden evetilganlıqqa bunun bir şer'i delil tuğan bolsa, bu biz üçün şer'i emas. Biz üçün bu kanun şer'i bulmaydiganlığında ihtilaf yok. Ne bilen bir delilin nasihi min şer'ine. Bizim şeriatimizden yani bir nasih kılgıcı bir delillen. Aşı nasihinin delillen biz üçün bu şeriat emas ekanligida ihtilafat yok. Mesela bir narsa ki bo'ldi bu Musa alayhissalatu vassalamdan shariatida qanday bo'ldi? Shuningki cho'qim bir gunoh ishlovchi kaparat qilinmaydi bunun gunohini, lekin u o'zini o'ltiganda uning gunohi afu qilindigan. Bunun bu shariat shularga xoskan. Shularga Alloh taolo yo'l qo'yib ekan. Bizni ham tahbib qilgan bizga rahm qilib Janob Alloh bunu bizden kötürüp ekan. Mesela va shunga o'xshashina shuningdan cho'qim bir kiyim qachon ki yetib qolib qolsa, tegib ketib qolib qolsa bu kiyimga bir najosat tegib ketib qolibdi. Pah qilinmaydi bu kiyimni, lekin lam shu najosat yetib qolgan yerning o'zi kesish, ay kesib qirqib bir narsa elvatmoqchi shu kiyimgacha shu latib shu kiyimga tegib qolgan najosat tegib qolgan yerni kesib kadar bu pah bo'lmaydiganlik. Bu mu şu Musa Aleyhisselam'ın şeriatı bakken. Mesela. Ve onundan başka mesela. Mesela Yakup Aleyhisselam'ınki davrida nemine bir ot singilninki bir odamning emrida halol bo'lishi bir vaqtning o'zida. Şu shariat, shularning shariatida shar'iy ekan bu. Biz kelganicha bu shar'iy emas bu. Mındaq nimga buni bir bizning shariatimizdan bir dalil nasih bilan bir nim bo'lsa nasx qiluvchi bir dalillan bo'lganda u vaqtcha bu biz uchun shar'iy emas ekanligi ixtilofat yo'q deydi. Va undan boshqa nurg'un hukmlardinki bo'ldi bu hukm bir eg'ir bir yuk bo'ldi-da bu. Ko'tadi bu eg'irlikni, bu mashaqqatni, isr mashaqqatga ko'tadi bu mashaqqatni bizdan ilgak kishilar. Ammo Alloh bizga rahm qilib bizdan ko'tiryapti deydi. وموضع الخلاف هو ما قصه علينا الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
Endi ixtilopatning o'rni. U Alloh subhanahu va taolo va Allohning rasuli ilgak shariatning hukmlaridan bo'lgan bir voqelikni so'zlab berdi. Ammo kemmidi bizning shariatimiz uchun umu aşılağı farz bo'lganga o'xshash bizgimi farz ekanligini uqtirdigan bir narsa bizning shariatimiz kemmidi. Yoki u bizdan marfu va mansux ekanligi haqida shuni uqtirdigancha bizning shariatimiz bir narsa kemmidi. Alloh subhanahu va taolo o'xshashki masalan mana shu jihatdan yozdik. Yani farz qildik biz İsrail xalqiga, Bani İsrailga, Yaqub alayhissalomning avlodlariga. Cho'qim bir odam bir nafsni bir jonni o'ltirgan bo'lsa, bir g'ayri nafsin av fasadin fil ard bir nafsiz yani bir o'rinsiz yoki bir ziminda buzuqchilik qilib bu odamcho butun odamlarni o'ltirgandek bo'ldi degan bu oyat karima. Va biz ularga farz qildik. Nimada? Cho'qim jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloq quloq, tishga tish va jarohat bo'lgan bo'lsa, undan qisos ilish va jarohatmi qisosdir degandek. Buningda masalan bu bizga farz bizgimi nima shar'iy ekanligi haqida u ilgaklarga farz bo'lganga o'xshash bizgimi farz ekanligi haqida bir shar'an bir narsa kammidi deydi. Bu ixtilopatning mavzuimiz shu deydi. Unda bo'lgandan keyin bu ixtilof qilgandan keyin buningda jumhur Hanafiylar va ba'zi Maliki Shafiylar buni qarta bir tushunchasi bor ekan. Debdikin faqala jumhurul Hanafiyyati ve ba'dul Malikiyyati ve Şafi'iyye ennehu yekunu şer'an lana وعلينا اتباعه وتطبيقه ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه لأنه من الأحكام الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها فيجب على المكلفين اتباعها ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمية وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى النفس بالنفس. Muşu ihtilafat bubqa başka Hanefi ulemalarınki köpüncüsü ve bazı Malikiler ve bazı Şafiiler dedi ne deyip degende çokum buludu ennehu yekunu şer'an lana. Bu şer'u men qablana biz için şeriat buludu ve bizge onu egiş lazım ve onu biz faal türde tatbiklaş lazım. Biz ne dedi? Qaçani ki bu bizge ço nim bo'lgan bo'lsa so'zlangan bo'lsa yoki bu Alloh subhanahu bu biz shar bizga so'zlab bersa va bizning shariatimizda uni nasx qiladigan binas kammaganlar bo'lsa uni biz uni ijro qilishimiz lozim, biz egishimiz vojib. Mana dedi. Chunki u Alloh o'zining payg'ambarlarining tili ustida yo'l qo'yib bergan ilohiy hukm u deydi. Va bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo uni u hukmni yoki u shar'iyni bizga bayon qilib berdi. Va buning uchun dalil uqtumida uning mansux ekanligi dalil uqtumida. Allohning uni agish vojib bizga deydi. Vojib bo'ldi mukallaflarga shu ahkam uchun nima qilish bu ahkam ilohiga mutobaat qilish, egishish vojib bo'ladi deydi. Bu shartni dalil talab qildi Hanafiy ulamolari bir musulmonni o'ltirishga bir zimmining muqobilida. Hargiz u kofir deya amallik tilab yashab qilgan islomiyatniki avomirlarga baş bırak o bu hakaza aşa tinish
bir kişi cennet qilayotgan bir zimmiyini o'ltiribdi. Bu musulmon bo'lgandek bu musulmonni o'ltirmaydi deyilmaydi. Musulmon bo'lsa zimmining muqobilida uni o'ltirishga dalil talab qildi. Ve eğer kişini öldürüşke ayal kişiga. Herkese ikisi bu ayal cinsiyeti bu ayal cinsiyet demezden nima uchun deganda Alloh subhanahu wa ta'alaning bu qavlin mutlaqi boshqa. En-nefs bin nefs de. En-nefs ve bin nefs nefs nima deb vel ayna bil ayn vel ant bil ant degan o'xshash. Har ikkisi o'xshash nafs bo'lgandan keyin buning uchun o gerçi er kişi ayol kişini öldürüp koyup koysa bu er kişiye kısas kıldığı. Ebu Hanife ya ki Hanefiçiler, Hanefi usul ulemaları emisi müşrun talep kıldığı değil. وقال بعض العلماء إنه لا يكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. Bazı ulemalar, bazılarını buna dediğinden de o biz için o şer'u men kablına biz için şeriat olmaydı o da. Çünkü bizim şeriatimiz bu ilgek şeriatın emelden kaldırgan. Lekin lan bizim şeriatimizde aşınıza kuşku ege, aşınıza da takrir kıldıgan, aşın bekitidigan, aşı şeriat bizim şeriatken deydiğinga bizim şeriatimizde bir nas bir delil kelse ondan keyin biz için şer'i oldu. Bu şer'i bulmaydı o da bazı ona yaptı. Vel hakku huvel mezhebul evvel. Enbiyada Ustaz Abdülvahhab Hallab dedi ki benim göz karşımda toğrağı aşı cumhurul Hanefiye ve bazı Malikiye ve Şafiye aşla mezhebul evvel doğru kıldı o dedi. لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ولأن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص على نسخه هو تشريع لنا ضمنا لأنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا ولم يدل دليل على رفعه عنا ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر له. Hakikaten Cumhur Ulemalarının göz karşı. Çünkü bizim şeriatimiz qanday qiladi لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفه. Yani nasahat çokum bizim şeriatimiz çokum nas kılvatı şeriatimiz ilgek şeriattan şu şeriat şu bizim şeriatimizge zıt keladigan narsani o'zini nas qilyapti. Agar bizim şeriatimiz zıt kelmasa onu nas qilmadi. Unda qilgandan keyin o şu cumhurlarninki nemisi to'g'ri. O bizga uni qanday qilish ittiba vojib va uni çok faol turda uni tatbiqlab amallashtirish mukallafga ittiba qilish vojib deydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ninki bizga olgan bir şer'i ilgaki bir şer'i hükümni so'zlab berganligi bir nassiz so'zlab berganligi uning mansux ekanligini bir nassiz so'zlab berganligi biz uchun dimnan bir shariat demakchi deydi. Alloh taolo bekadimaka deb qo'ymaydi uni zikr qilib. Uning mansux ekanligi nas yo'q ekan ammo. Mansux ekanligiga nassiz u qanday ekan Qur'oni Karim bir ilgaki bir shar'iy bir hukmni so'zlab berganligi Qur'oni Karimning bizga onun mansux ekanligi bir nassiz umu biz uchun shu sarohatan bir shar'iy bo'lmasimi tashri' bo'lmasimi dimnan u biz uchun tashri' deydi. Chunki u bir hukmi ilahiy. Bu ilgaki shar'u man qablananing o'zimi hukmi ilahiy. Onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
bizga yetkazib berdi. Bunun bizden kötürülüp ketkenligi bir delil yok. Delil dalalat qilmadi. Çünkü Kur'an-ı Kerim tehe yüzdün ilgaki bu kutub-ı semaviga, yani Tevrat ve İncil'den ibaret bu kitaplar hem tasdiqlovchi Kur'an-ı Kerim o'zi tasdiqlaydi. To'g'ri, rost bu osmondan tushgan ilahiy kitob deb tasdiqlagan Kur'an-ı Kerim. فَمَا لَمْ يَنْسَخْ حُكْمًا فِي أَحَدِهِمَا فَهُوَ مُقَرِّرٌ لَهُ. Madem ki Kur'an-ı Kerim bu ikisinin birisi Tevrat ve İncil'in özde bir de bir hükümni emelden boşaltmışsa, on emel kötüretmese, nasıl kılmışsa, o Kur'an-ı Kerimço, o ikisinin kaysi olsun birisini kandak kılgıcı, bekitkici, ama şu emel kılsak buludu dep, aşağıya takrir kılgıcı. Demek o biz için şer-u kablana bizge şeriat buludu demek ekan bu adamın göz karşıda. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soatda bo'ladi. Vaqt itibori bilan o'shalarni bayonlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.